Men şu yerda eshakni sug'urib olay deb, eshakni shu tarafga burdim. Eshakmi bir narsani sezgandek xeli tiklab qoldi. Andin ushaq va paxmaq cho'l o'simliklari o'sgan bir siziqchi ko'zimga cheliqdi. Aslida bu yer qovurg'i yenidan o'tadigan bir fasllik yaqin ekan. Bu kunlarda uningda azroq suv bo'ladi. Qushlar agagan yerni topqinimda vujudim dirildab ketdi. Aslida bu yerda bir jasad yotadi. Uning dumbisining titilib ketganligini ko'rdim. Havo hujumida o'lganligi bilinib turadi. Demak, eshak hurkib uzoqlarga ketib qolgan. Keyin jahon jimiqqanda ondan uy tarafga qaytib kelayotgan bo'lsa kerak. Men jasadni hech nima qila olmaydim. Shunga yurtga xabar bermasam bo'lmaydi. Eshak toza ussigan ekan. Eshak suv ichib bo'lgandan keyin eshakka minib uni mayliga qo'ydim. Jonivorning uyini topa oladiganligini biletdim. Endi bu odamning oilasini topmasam bo'lmaydi. Hatto uning uyi manzilimning ta'tir tarafida bo'lgan taqdirdimi, amonatni egasiga topshirishim, yurtdoshlarning jasadni akilib, yuyib, tarab, dafn qilish uchun xabar berishim bosh tortib bo'lmaydigan bir mas'uliyatim edi. Ta'limga eshak qovurg'i tarafga qarab mangdi. Qovug'iga kechda aron keldim. Kech kuzning izg'irin shamili tog' tarafdan urilib turibdi. Bu sovuq va ko'ngilsiz havo qaqas muhit ichida xuddi musibat sukunatidek qayg'uliq gugumga petayotgan yurtga kirib kelganimda shamdan sal o'tgan edi. Aslida men uy egalari bilan ko'rishibla, andin shu yerda tahorat elib shamni o'qaman deb o'ylab yo'lda to'xtab yurmadim. Eshak bir uyning darvozasi oldiga kelib to'xtadi. Eshakdan tushib, o'rilib ketayli deb qolgan darvozani qoqdim. Bir o'ttir yosh ayol darvozani ochdi va salomimga mang degan holda boshlang'ich ta'ajjub bilan menga bir qarab, darhol eshakni to'nidi. Men er kishi bo'lmasa, kirsam qandoq bo'lar deb ikkilinib turatdim. Sarosimiga tushgan ayol uy tarafga qarab vaqirdi. "Matqasim! Hay Matqasim!" Uy tarafdan 16-17 yoshlarda ko'rinsa-mu, amaliyotda 15 yoshlardan oshmagan bir o'g'il chiqib keldi. Shundala dedim. Bu eshak siliningmi? Ha. İkisi tangli javob berdi. Ayolning ko'ngli bir nimani tuyg'andek ovozi titrab chiqdi. Shunga u o'mcharab turib, "Dadisi, u" dedi duduqlanib. "Bu eshak sili." Eshakni oytog'dan kelib etib yo'ldan tepib oldim. Chulvuri yulg'un shexi qisilib qopti ekan. Keyin egisi nerda deb izlab yurib topdim. U heliqi tazimo tasishgan bu. Shum xabarni demak qandoq tas. Ular meni uyga taklif qilishni unutgan. Turgan yerimizda turg'unimizcha qiyin bir vaziyatda qisilib qolgandek qilatdik. Nihoyat balaning esiga kelib, "Boshda bismillah deb o'kiyli, ondan gap o'stishmam to'q", dedi. Uyga kirib o'ltirganimdan keyin ko'rdimki, uyda yana cho'chirdek bir muncha kichik bolalar bor ekan. Uy ichi bak qorong'u bo'lg'achqa ularning rangi-ro'yini ko'ramadim. "Endi deysizlar aka, dadamga binim bo'ptimi?" deb so'radi yigit bir xil qistig'andek talaffuzda. Til chaynashga imkon yo'q edi. Ko'yganlarimni aytib berdim. Shu an bir narsani ko'ngli tuyib, oralib turgan ayol portlab ketdi. Uning yig'isini kutib turgandek, ashu men ko'ramagan qorong'ulik ichidagi bolalarning hammasi yurakni tilg'aydigan bir xil ichinishli ovozda yig'lashib ketdi. Nima qilarimni bilmaydim. Endi ishim tugadi. Kesam bo'lammikin? Ammo menda bir xil gunohkorlik tuyg'usi bor edi. Xuddi bu ishlarga men sababchidek, ularning bir narsa deb menga ruxsat berishini kutgandek tuyg'u bor edi. Yigitmi esada aytdi, ammo yanala u yigitnikiga kelib baldurroq o'zini tutib oldi va "Men qo'shnilarga chiqay, tuqqanlarga xabar qilay, sizlar xafa bo'lmay tutibsizlar", dedi-da chiqib ketdi. Birdamdala bu kichkina mahallaning jimi odami hoylig'i to'shdi. Yig'izarlar orasidan mahallaning cho'nglaridan biri ko'pchilikni tinchlanishga undadi. "Bedam shukto'yla, avval metni akilla, ondan hozir aytmaymizmi?" dedi. U bir necha qavul odamlarning ismini atab chaqirib, met akilishga tayin qildi. "Sizlar bilib bayamtliya", dedi u menga qarab. Mendek bir yo'lovchi uchun bu ortiqcha ish bo'lsa-mu, yo'q diyamadim. Amdilla uzoq safardan kelganim uchun herib majolimdan ketgan holda edim. Qo'sqimmi toza ochgan edi.
Ammo Alloh bergan jismoniy quvvatim yana bularni hadirg'idek edi. Tayin bo'lgan erkaklar yar harva tayyorladi. Harvi kechdan boshqalarimiz eshaklarga minib yo'lga chiqdik. O'likni harvaga elishmi oson bo'lmadi. Chunki kelgan erkaklarning ba'zilari o'likdan qo'rqatdi. Ba'zilar uning tutilib ketgan, qonlar uyushib qolgan badanidan yirgangandek o'zini tortib, keyniga dojib turishi g'ujjida paylimni tutqizdi. Kelib jasadni belidan quchoqlab ko'tarishga harakat qilib edim. Rahmatlikning o'g'li kelib dadasining putini tutishib berdi. Shundala boshqalar o'g'lashdi. Xuddi billi ko'tarayotgandek qilishdi. Bahdi keldi oraliqmi 50 chaqirimdan kam chiqmaydi. Harvining bu qumluq dalida mengishimi oson emas edi. Shunga ha deganda harvi petib, oqidan hammaylarni ittirib yurib, Bamdodga aran uyga keldik. Odat bo'yicha metning namozi Bamdodda tushiriladi. Ammo uni yuyib, kepanlash qatorliq bir muncha ish bo'lg'ashqa kun chiqib ketdi. Shunga atsi Bamdodda yerlik qo'ydigan bo'lishdi. Men bir kunduz bir kecha uxlamay yo'l yurganim uchun o'ltirgan yerimda saqib ketib atatdim. Buni tuygan cho'nglardan biri meni o'z uyiga aram elish uchun boshladi. Ular mendan tog'dan, bag'dan gap so'rab, tegi-taktimni aniqlashga tirishdi. Bunisi g'oyat normal ahvol edi. Men ularga Xitoy tungallarning vahshiy qo'shunidan qochganligimni aytdim. Biri gap so'ramagicha gap qiladigan odatim bo'lmag'achqa, butun oqshom va kecha bo'yi ko'p parangmi bo'lmadi. Men faqat Shangshisay qo'shinlariga uchrashib qolsam, ular meni takror askarlik tutuvamsin deb qo'rqatdim. Bu yerdan meyit yerligiga qo'yilib bo'lmoqchi kessam, ular boshqacha o'ylab qoladigandek bir xil tuyg'u bilan turib ketdim. Meyit qo'yilib, qabristonlikdan qaytib, rahmatlikning uyiga Fatiha o'qishga kelishdik. Fatihadan qo'shnilar taqab uyda hozirlar bilan qoldik. Shu chaqda men Matqosimga ich og'ritish hissi bilan uzoq qarab qoldim. Bu bala yeshi kichik bo'lsa-mu, cho'ng odamlardek o'zini tutib olgan edi. Boshlariga kelgan bu fojiadan keyin uyning akishisi bo'lib qolganligini, mas'uliyatining og'irligini his qilgandek bo'ladi. Chiroyidan qaysarlik, erkaklik chiqib turadi. Uning bu holi havasimni keltirdi. Shundaqla ko'nglimga tasalli bo'ldi. Shundala men ketish uchun midirladim. Bu arada Matqosimning qo'liga bir tal oltin uzuk tutqizdim va quloqiga pichirladim. Bir oz ehtiyojinglarga yarab qola. Buni mening berganligimni boshqalarga deb yurmasangmi bo'ladi? Yoki men ketgandan keyin desam mayli. Ondan boshqalar angladek ovozda: "Sen endi uyning cho'ngi bo'lib qolding. Onangga yaxshi qara. Ukalaringni obdan cho'ng qil. Bardam bo'l. Japoga bo'y egma. Endi men yo'limga mangay." dedim va u yoq bu yoqqa qarab nas keraklarimni izlab. "Qani mening xaltam, qopqim nerda qoldi?" Matqosim xaltamni tepib keldi. Ammo qopqimning barbod holatini ko'rib, birdan ikkilandi-da opasiga qarab qo'ygandan keyin: "Bu qopaqli bek yomonkan. Yo'l mang'atganidan buni qanday ko'tyapman-ta? Bu qason, dadamninkini ilvasla, sizlarga yodgor bo'lsin" dedi. Bu yaxshi bo'ldi. Ammo bu dadasiz qolgan oila uchun ziyon qilib beryaptamdimikin degandek bir ko'nglimda qiyolmaymi qoldim. Shundaq bo'lsa-mu, yana rahmat aytib qabul qildim. Endi men otchanni ko'zlab yo'lga chiqdim. Ketayotganimni bilgan yeziliqlarning hammasi degidek menga oq yo'l tilab xo'shlashdi. Otchanga bag'icha o'ttirda Qorabuloq degan bir yer bor edi. Bu kichik tarqoq mahallalar oralig'ida bir xilda so'zilib yotgan zerikishlik qumluq. Anda sanda kichik dövlər ustida birər tüp yolğun paxpayıb turgan adamsız bayavan idi. Qorabuloqqa bag'icha yana bir kichik yaqindan o'tdim. Qorabuloqqa yo'liqmayli yo'limni davom qildim. Aliyatquda Atchanga keldim. Atchan xeli cho'ng yezi ekan. Bu yerda masjidda o'qibdan o'qib, birasining uyida qo'noq bo'laymi, jangalga chiqib ketaymi deb ikkilinib qoldim. Oxiri bu yerlarda meni tanıydigan odam bo'lmasa, nimadan qo'rqaman? Birarining uyida yotay, kechisi putqo'lim uyushib birnim bo'lib qolmay deganlarni o'ylab, masjidning yana dikili uyning darvozasini qoqdim. Oldimda yana oylik safar bor edi. Bu uzun safarni piyodalar mengib tugutish bo'y bastimga bek og'ir kelmaydi-yu, shundoq bo'lsa-mu, yana bir uloq bo'lsa, texmi yaxshi bo'ladi. Atchanda meni qo'ndirgan dehqondan bir eshakka ehtiyojim borligini aytib, yordam so'radim.
Eşek satıdığanlar bolsa setip alsam dedim. Bunç betin almasdan deyişimning sebebi bu yurtlarning ahvali manga ma'lumliq edi. Aşı vəhşi Xitay və Tungan qoşullarının bulangtalığından keyin bu yurtlarda özlərinin kündəlik ehtiyacı üçün lazımlıq ulaq muqamagandekli idi. Şundaq bolsumu eşekni setib başqa ehtiyacını qamdashqa mecbur bolgan adam tepildi. Eşekni aldım. Onunğa bahadan tashqari pul berdim. Əmdi səpirim bir az asaraq boladigan boldi. Yani bir tarafdan bu uzun adimizatsiz bayavanlarda ketivatqanda Nasriddin efendimdek eşikim bilan sözlüşüp mansama bolatdi. Keriya daryosi bo'yiga joylashgan layqiga kelib, daryoni bo'ylab shimolga burildim. To'g'raqdan o'tib Langaga kelganda yana g'arbga burildim. Keriya bozoriga kirishdan yana o'zimni tortdim. Langadan Toshqandan, u yerdan Avaplangarga o'tib ketdim. Avaplangardan Udul g'arb tarafga qarab mengvidim, cho'ng yo'lga chiqib qoldim. U chaqlarda bu beqimsiz qolgan bir harvi yo'li bo'lsa-mu, shu zamonga ko'ra yanada cho'ng yo'l edi. Chiriyanning Udulidan o'tib ketganligimdan amin edim. Cho'ng yo'l asta-asta shimolga aygan hamon men yana shu Udul yo'nalishimni davom qilib yo'ldan chiqib ketdim. Andin bir kichik yaqin bo'yidagi otliqqa chiqibdiman. Otliq Lobqitava bir kichik kent edi. U yerdan Qaryantoqqa. Andin Xotangi shahar ichiga kirmasdan To'salla, Bo'zoq, Layqa, andin Gumining Qaryog'ich cho'ng yo'lidan qochib mangdim. Bu araliqlarda besib o'tgan yezi kentlarni qandoq tasvirlashimni bilmayman. Har vayroni kapida motam, har ko'chada majruh insonlar, bolalar, har yerlarda jasadlar uchraydi. Bu jarayonda anglagan xabarlarga qaraganda Rus qo'shinlari va Shinshisay qo'shinlari bag'anli yerda hokimiyatni tartibga selib, ilgari qo'zg'olonga qatnashganlarni surishtirib, tepishqa, Tungallarga hamdamda bo'lganlarni aqtirishga boshlabdimish. Bu umumiy hisob kitob tufayli yana yuzlagan, minglagan Uyg'ur va boshqa yerlik xalqning farzandlari zindonga tashlanmoqda ekan. Bu uzoq safarimdagi ushshaq-tushshak gaplarni qo'yib, Yakanga kelgan yerimga atlay. Yakan daryosining kechikida qiyiqchining yo'lga chiqishini kutib turgan bir to'p yo'lovchining to'piga qo'shildim. Qiyiqchi ko'proq odam bo'lishini, ko'proq kira yig'ib olishni tamoq qilib turayotgan ekan. Men to'pga kelishim bilanla aldirayotgan yo'lovchilar qiyiqchini söyledi. Mana sizga ta'liylar bor ekan, bir darvish keldi. Endi g'o'mang emas. Yo'lovchilarning ba'zilari uloqliq, ba'zilari piyoda edi. Ammo qiyiq tex to'shmaydi. Qiyiqchi yana bir oz saqlayli deb g'amidi yo'q tamoq chekib turaverdi. Kech kirib ketyotdi. Yani kutganning foydasi yo'qdek his qilgan qiyiqchi mengishga qarab berdi va odamlarning kirallarini yig'ib bir boshdan qiyiqqa chiqag'ilib turdi. Navbat menga keldi. Nima qilarimni bilmaydim. Biror tal oltin yuzuk yoki oltin siri chiqarib beramaydim. U mening aptimga qarab etgandan keyin, "Xo'jam, o'zlari chiltanlarimga tavob qilmayapti-da. Chiqsalar bo'ldi, Xudoyim bera", dedi. Dal shu chaqda qirg'oqqa ikki yo'lovchi yugurib keldi. "To'xtab tursinlar", deb vaqirdi ular. "Mana, darvish xo'jamni savobga ilib oldik. Xudoyim yana ikki yo'lovchini berdi", dedi qiyiqchi kulib. Bu kunlarda yoki har qanday mushningdek davrlarda qog'oz pullar oqmay qoladi. Bozorlarda ayriboshlash vositasi malga-mal bo'lib turadi. Qiyiqchi mu qog'oz pul olmadi. Qog'oz pul bir nimaga yaramaydi. İnsanlar öz hayatının qimmatligiga ishonolmayotganda qog'oz ustidagi raqamlarga qandoqmi ishonsin? Ba'zilar bir necha non, ba'zilar bir qo'sh changal, bug'doy qunoq degandek nima topsa shuni kiraga berishadi. Daryodan o'tib oldim. Yo'lovchilar qirg'oqqa chiqiblar, har kim o'z yo'llariga mengishdi. Men mu Yakan shahriga ash uzoqdan niyat qilib kelgan o'yni nishon qilib mangdim. Ko'chdan pingildigancha agib yugurib ketayotgan sho'x qizchaqning turqi ko'zimga ko'rinib turardi. Yakan shahri daryo bo'yidan 15 kilometrcha uzoq edi. Bu araliqni mendek qadimi yo'g'an odammi 3 soatda besib bo'ladi. Eg'ir yotqu mahalda qizchaqning uyiga yetib keldim. O'rilgan peshayvon ko'chadan ko'rinib turardi. Yig'iliqlardan qo'rqib, yurak sadi bo'lib ketgan bu kishilar kech qorong'usida eshik qoqqan yo'lovchiga qandaqroq muomalada bo'larkin. Yuragim dakki-dukki bo'lgan holda darvozani qoqdim.
Nemişqidir, bular mening tuqqanlarimdek bir tuyg'u qalbimga hukmron edi. Balkim doim o'ylab verib shundaqmikin? Ularmu go'yo mening qaytib kelishimni kutib turgandek. Darvozani ochib, meni ko'rgan hammalla, "Ah, qarindishim" debla menga tashlandigandek bir tuyg'u bor edi. Shuning uchunmi o'ttir yoshlardagi ashu dada eshikni ochib, savol nazarida qarab turib, "Kimni izlaylar?" deb so'raganda menga bir oz eg'ir kelgandek bo'ldi. "Silini izlayman." Bu gapim bir oz g'alati tuyulishi aniq edi. "Men Silini tonimayman. Ammo men Silini toniyman." dedim men texchila u menga uyga kirishga ijozat bermay bo'sug'ining ichida. Men teshida turayotgan edim. 2 oyning oldida 10-oylarda Xitoylar sizlarning bir qizlarini o'ldirib atgan emasmi? Ha, rost. Men shu to'g'riliq keldim. Sizlarga beradigan bir omonat bor. U mening turqimga qarab toza xotirjam bo'lamagan bo'lsa-mu, yanala qiziqishi qo'rqishdan ustun kelib, yonga o'tib menga yo'l berdi. Arqamdan darvozaning eg'ir qanotlari yepilgandan keyin "Shu eshikim sizlarga omonat" deb chulvirni qo'liga berib, o'ylining o'ttirsida kutib turdim. U eshakning uchiligini elib etib, aqtixonaga soldi. Andin bir quchoq quruq o'tni sap berib, enimga keldi. "Jo'sla." Uyga kirdik. Balalar uxlab ketgan edi. Ayol sohibxonmi uxlagandek qiladi. Ammo darvoza qiqilganda umi uyg'onib, erining xabar elib kirishini kutib, o'rnida o'tirgan bo'lishi kerak. Qish bo'g'ashqa hamma jon mushu bir eg'iz uyga tiqilib yetishgan edi. Helimu hamma yurtlarimizda shunday qilishidi-ku. "Chiroqni yoqinglar, onasi, mehmon", dedi u ancha xohlamagandek ahangda qorong'ulikqa qarab. Men uy ichidan anglanayotgan bir necha pushuldashga qarabla uydagi odamlarni paraz qilganim bo'lmasa, hech nimani ko'ramay sohibxonning orqasida turatdim. Ayol xo'jayin o'rnidan turib chiroqni yoqdi. Shundimi birdilla hamma narsa aniq bo'lib ketmadi. Saldan keyin u yoqda yotgan silingan supini, uxlayotgan 2 bolaning boshlarini farqatdim. Andin sohibxonning ko'z tishi bilan supining leviga kelib o'ltirdim. "Xo'sh, Silibaya", dedi u gapni qayerdan boshlashini bilmagandek. Men izchil holda paytmam orasida qo'nchimga yoshirib kelgan oltin bilezikni chiqardim va uni sundim. "Buni ko'rib baqsizlar." U bilezikni qo'liga elib, taajjubdan shingtiyib, bir menga, bir xotiniga qarab, andin xotiniga sunib berib bo'lib menga, "Sili" deb yana to'xtab qoldi. U bilezikni to'nigandek qildi-yu, ammo ishonishga jur'at qilolmayotdi. Bu hadis bilan mening tarvishlik turqum orasida bir bog'lanish qurish uchun tirishyotdi. Shu qizlarining bileziki, Mari qizning, dedim uni tasdiqlab. Ayol darhol mishildab yig'lashga boshladi. Ermo o'mchaygan holda yerga qarab o'ltirib ketgan edi. Beshi go'yo mo'risiga petib ketyotdi. Apsining o'ksishlaridan uyg'onib ketgan balalarmi o'rinlarida o'ri bo'lib o'ltirishib, nima bo'ldi demayla anasiga jur bo'lib yig'lig'ili turdi. Balalar bir hazodin keyinla mening mavjudiyatimni his qilishdi. Ularning yig'isiga xaloqit bermay jim turib kutdim. Boshqa nima qila olaydim? Tasalli aytishlarni bek qamlashtirib ketolmayman emasmi? 2 osh pishim o'tganda ondan qaddini ruslab, "Silini qayerdan so'raymiz?" dedi. U so'zining oxirida "Avliya xo'jam" da'vatkili tasqagandek qildi. Amaliyotda uning bu savolni so'rashdan maqsadi mening kimligimni aniqlash emas, odam yoki avliyo ekanligimni ayirib olish uchun ekanligimni seziladi. Men o'sha kuni Xitoylarni to'siman deb to'solmagan shu odamga tunimay qoldimmi? Isminglarni so'rashga nisb bo'lmabdi ekan. "Ha, rost, eg'izlarga yomon urib atgan dekapirlar", dedi u yodiga elib. U amdi mening real odam ekanligimga ishonch hosil qilib, xeli yeniklab qolgandek qildi. Ammo yana bir turib o'kingandekmi qildi. Chunki uning ashundoq avliyo yoki Xizr uchrashgan bo'lsa, texmi yaxshi bo'ladigandek tuyulgan bo'lishi kerak. "Onasi, bo'ldi qilinglar hamdi. Mehmonning qo'sqi och. Herib kelgandi. Azroq birnin beringlar, ondan yetib oramayli olsin", dedi xotiniga. Dasturxon ustida andin ismlarimizni aytishib rasmiy tanishdik.
Erning ismi Turdaxun, ayoli Gülsümxon edi. Bu yerda bo'lgan hamma uşaq tushak tafsilotlarni deb o'ltirmasam bo'la. Faqat bular bilan tuqqandek yaqinligimiz hosil bo'lganligidan o'zimni bir oz ozoda tuta oldim va eng buyuk ehtiyojimni mushu yerda hal qilib oldim. Manga bir necha chelak suv isitib berib, hammasi chiqib turdi. Manga yana bir tash so'punmi berdi. Shundoq rohat yuyinib oldimki, ularga qancha rahmat aytsam ozliq qiladi. Kechasi ayol xo'jayin Gülsüm acha uyib, o'choqqa qoqlab quritib bergan ichki kiyimlarimni kiyib, ustiga yana boyaqidek jandilarimni kiyib, yangivoshdan darvish istiqatimga keldim. Ammo pokiz darvish edim. Shuning bilan ularning kichik qizi uchun bir oltin uzuk sovg'a qilib yo'lga chiqdim. Ular meni yomon emas bir xurjun bilan jabdudi. Qapaqdagi suyimning muzlab, qapaqni yerib etmasligi uchun uning sirtiga paxtliq xalta kiydirib, shunchalik yaxshi jo'ndab berdi. Men amdi hayotim bo'yi jahon kezib yursam-mu, safarga yaramliq hozirliqim talidi. Ular bilan xuddi bir tuqqandek chidashmay xo'shlashdik. Gülsüm acha bakli ko'p yosh to'kdi. Kashki Turdaxun qiliriga ini bo'lib turib qolgan bo'lsam bo'ldi. Hech bo'lmasa jahon tinchig'icha. Rost deydi, turib qolsalar bo'ldi. Mening qo'l ilkim ancha qisqimi emasdi. Shu yig'iliq bilan pichki ziyon tortdik. Ammo qisqa zamonda o'zimizni o'nglab oldik. Ularning samimiyligiga ishondim, ammo ketishim kerak edi. Bu yerdan chiqib, chiltanlarimni aralab o'tdim. Sababi birasi meni bu yerda ko'rsa, keyin boshqa bir yerlarda salohiyatim uchun guvoh bo'lib qoladigandek bir xil tuyg'u bo'ldi. Aksini deganda, men bundoq mozorlarda so'rilib yurishlarga bakmi o'sh. Ondan Qashqayga qarab otlandim.